Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining pedagogik mahorati va kompetensiyaviy mezonlari. Mundarija: birinchisi, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli va ahamiyati. Ikkinchisi, pedagogik mahorat va uning tarkibiy qismlari. Uchinchisi, kompetensiyaviy mezonlar, ta'rif va misollar. To'rtinchisi, o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish yo'llari. O'qituvchining asosiy vazifalari. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bolalarga bilim berishdan tashqari, ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar o'quvchilarning intellektual, emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular shuningdek ta'lim jarayonida ijobiy muhit yaratish va o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. O'qituvchining pedagogik mahorati. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi pedagogik mahoratga ega bo'lishi kerak. Bu mahorat o'qituvchining ta'lim jarayonida samarali usullarni qo'llashini ta'minlaydi. O'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan darslarni olib boradi. O'qituvchining kompetensiyalari. Birinchisi, o'qituvchining kompetensiyalari uning professional malakasini belgilaydi. Bu kompetensiyalar o'qituvchining o'z bilimini yangilab borishi va pedagogik uslublarni qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shuningdek, o'qituvchilar o'zaro muloqotda samarali bo'lishlari va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini tushunishlari kerak. Bu ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi. Keyin, o'qituvchining kompetensiyalari shuningdek o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar o'quvchilarning o'zaro muloqotlarini ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'limda muhim mahorat o'qituvchining ta'lim jarayonida samarali ishlashini ta'minlaydigan ko'nikmalar to'plami hisoblanadi. Bu o'qituvchining bilim va tajribasini talabalar bilan bo'lishish, ularni motivatsiya qilish va ta'lim maqsadlariga erishishda yordam berish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich ta'limda pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari. Pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlari o'qituvchilarning bilimlari, pedagogik texnologiyalarni qo'llash qobiliyati va kommunikativ ko'nikmalardan iborat. O'qituvchi o'z bilimlarini o'quvchilarga yetkazish jarayonida turli pedagogik texnologiyalardan foydalanadi. Pedagogik mahoratning ahamiyati. Pedagogik mahorat o'qituvchining o'z ishida muvaffaqiyatga erishishi uchun zarurdir. Bu o'qituvchining o'z bilimlarini o'quvchilarga yetkazish qobiliyatini oshiradi va ta'lim jarayonini samarali qiladi. O'qituvchining pedagogik mahorati o'quvchilarning o'rganish jarayonida motivatsiyasini oshiradi. Bu o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shuningdek, pedagogik mahorat o'qituvchining o'zini doimiy ravishda rivojlanishiga undaydi. Bu o'qituvchining zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan yonma-yon borishiga yordam beradi. Kompetensiyaviy mezonlar va ularning ahamiyati. Kompetensiyaviy mezonlar o'qituvchilarning pedagogik mahoratini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini, shuningdek ta'lim jarayonida samarali ishlash qobiliyatlarini anglashga yordam beradi. Kompetensiyaviy mezonlar, misollar. O'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasi talabalar bilan samarali muloqot o'rnatish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bunda o'qituvchi o'z fikrlarini aniq va tushunarli ifodalashi kerak. Pedagogik kompetensiya o'qituvchining ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ulardan foydalanish qobiliyatlarini ko'rsatadi. Metodik kompetensiya esa o'qituvchining turli pedagogik usullarni qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu mezon o'qituvchining darslarni rejalashtirishga yordam beradi. Pedagogik mahoratni oshirish va o'qituvchilar malakasini oshirish. O'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish uchun malaka oshirish dasturlari muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar o'quvchilarga zamonaviy pedagogik usullar, innovatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonida samarali strategiyalarni o'zlashtirish imkonini beradi. O'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishda bir qator usullar mavjud. Bular orasida seminarlar, treninglar va onlayn kurslar o'tkazish muhimdir. Ushbu tadbirlar o'qituvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Pedagogik mahoratni rivojlantirish usullari. O'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish dasturlari tashkil etilishi zarur. Bu dasturlar o'qituvchilarning bilimlarini yangilab borish va o'z sohalarida yetakchi bo'lishiga yordam beradi. O'qituvchilarni innovatsion pedagogik usullar bilan tanishtirish muhimdir. Bu usullar o'quv jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Hamkorlikda ishlash va tajriba almashish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'zaro fikr almashish orqali yangi g'oyalar egallaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.